Salom hammaga, sizlar bilan bugun Vladimir aka. Bugungi videoda biz mod obzor qilamiz. Birinchi modimizni hozir obzor qilamiz. Birinchi modimiz NPK modi. Bu modda har xil funksiyalar bor va seriallarga juda ham yaxshi mod. Mana bu yerdagi tuxumlardan olamiz. Bu yerda har xil skinli tuxumlar bor. Birinchisi qiz bola ekan, mana o'g'il bola, keyin bu vrach ekan. Bunda mana kill o'lib qolar ekan. Buni boshqarsak bo'lar ekan ssenariy bo'yicha. Bunisi to'xtamasdan yurish ekan, bunisi belgilangan joygacha yurish ekan. Qani tekshirib ko'ramiz. Biladimi? Bunisi ham layqani. Resetni bosib keyin bu yerda qaysi nimalarni urish, masalan, buni bitta o'ziga playerni qo'ysak, bu shu o'z-o'zida mana shu bizni uradi. Monster, mob, mana shu mobni qo'ysak, har xil zombi shunaqa moblarni o'ldirar ekan. Qani mobni, mob emas, playerni qo'yamiz. O'lyapti. Buni ham joni hozircha kam bo'ladi. Jonini ko'paytirsak ham bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Jonini manadan ko'paytirsak bo'ladi. Keyin bunga har xil qurollar ushlatib qo'ysak bo'ladi. Keyin mana ular. Bunda har xil guruh olsa bo'lar ekan. U narsani yaxshi tushunganim yo'q men. Mana yerda bor ekan, mana qizil guruh, yashil, shunaqa 4 ta guruhga bo'lib komanda bilan, do'stlar bilan o'ynasa bo'lar ekan. Lekin buni tushunmadim men. Buni sotuvchiga aylantirsa bo'ladi, keyin katta aylantirsa bo'ladi. Hozir lekin katta aytmadi. Survival qilganda o'zgarar ekan. Endi buni ko'rsatib o'tganimcha vaqt o'tib ketadi. Qani bunda ikkinchi modga o'tamiz. Ikkinchi modni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi mod ham seriallarga to'g'ri keladi. Buni hozir pastga tushiramiz. Mana ikkinchi moddagi narsalar. Bu yerda har xil shunaqa arra, mana shunaqa bitalar bor. Maktab yoki zombi apokalipsga juda ham yaxshi seriallarga chiqadi bu mod. Har xil bolta, shunaqa shisha. Shisha lekin sinarmikan? Butun shisha bor edi-ku boya. Shuni sinab ko'ramiz. Boltalar bor ekan bunaqa. Politsiyskini anavsi. Bu boyagi birinchi modimizdagi politsiya bor, unda ham
shu mashinasini ushlatib qo'ysak bo'ladi. Unaqa narsalarni lekin hozir tushunmayman. O'zlaringiz tushunsangizlar, bemalol qo'yib seriallar qilib chiqarsangizlar bo'ladi. Mana buni sindirib bo'larmikan? Yo'q, sindirib bo'lmas ekan. Bo'ldi. Hozircha shunaqa maktab, shunaqa seriallarga yarasha qilib modlar chiqardim. NPga shunaqa. Ikkinchi videom yo ertadan keyin bo'ladi. Unda shu zombi apokalipsga seriallarga zombi shunaqa qurol modlarini chiqaraman. Bu mod ham yetarli. Uchinchi modga o'tamiz. Uchinchi mod bu qurollar. Juda ham zo'r qurollar. Mana bu o'qlarni birinchi olamiz. Mana qurollar. Uzi blok keyin bu qani birinchi Amir demdi buni. Amir edi adashmasam. Oqlab olamiz. Mana hozir ko'rishimiz. Sal pasaytiramiz. Bular lekin shisha shunaqa narsalarni sindirmas ekan. Ularni o'sha erta yoki ertadan keyinga chiqaraman. Shisha o'zini sindiradi. Dragashga. Otishga hech narsa bo'lmagan. Yan bor ekan. Desert. Yan serial narsalarga. Uzi. Shishalarni sindirmasa ham lekin juda yaxshi mod. Telefonni qotirmaydi. Animatsiyasi juda ham zo'r. Pushka. Bu pushkalarda o'q otsangiz yerlarni parchalamaydi. Shu narsa ham yaxshi. Agar parchalaydigan bo'lsa, telefonni qoldiradi. Bu 70 ta o'q otadigan adashmasam. Do'stlar bilan yoki otishsa ham bo'ladi. Guruh tuzib, otishib o'ynasangiz bo'ladi. Bularni olamiz, keyingi qurollarni tanlab ko'ramiz. Uzi bilan mana bu qurolni bittaligi mana ikkitaligi bor. Mana. Ay, tushib ketdi.
Bu ham pushka sifat qurolga o'xshaydi. Bomba. Bomba ham boya aytganimdek yerlarni parchalamaydi. Keyin buni qo'lda ushlab tursak ham bo'lar ekan. Ana. Dravashgan bo'ldi. Mana. Bu bitta tarafi mana yana bitta. Bularni keyin yasasa ham bo'ladi. Mana yerda qayerdadir bloklari bor edi, yasaydigan. Kiyimlari ham bor buni aytgancha. Mana har xil kiyimlar. Maskani almashtiramiz. Har xil kiyimlari ham bor. Yasaydigan bloklari ham bor edi. Hozir menda chiqmayaptimi yo bak bo'lib qoldim bilmayman. Unda 4-modga o'tamiz. 4-mod bu banditlar modi. Seriyalarga bu ham yaxshi, faqat minus tarafi bor. Hozir aytaman, uni birinchi olay. Bu tushib ketdi. Keyin bular o'zi har xil serverda versiyaga o'rnatmasin, baribir shunaqa ekan. Bilmadim. Bunisi yuradiganda açmasam. Opa. Mana yuradiganiga masalan nimadan solib qo'ydik, shular banditlarni narsasini olib qo'ydi deb tasavvur qilaylik. Qani bunisi. Buni siz o'ldirsangiz ichidan shu narsalar tushadi. Shunisini desam. Yo'q, bunisi emas ekan. Qaysi biriga soldik? Bu emas. Bunisiga ekan. Xullasda buni o'lish qiyin. Tak. Bular shu maktab yoki boshqa seriallarga qo'ysak ham juda yaxshi mod. Qanunda so'nggisi 5-modga o'tamiz. 5-mod bu mashinalar modi. Bunda har xil mashina emas, faqat Jiguli bor. Jigulini har xil rangdagilari bor. Tak, bu sariq rangligi, bu oq, bu tuning qilingan bo'lsa kerak. Ko'k Jiguli qo'shqa esimga tushib ketdi. Politsiyskining Jigulisi bor. Bular ham aytgandek seriallarga, videolarga juda ham yaxshi. Bu yashil, sariq, taksi
taksichilik qilaman desangizlar ham bo'ladi. Shunaqa videolarni desangiz juda yaxshi. Bunga ham 2 kishi o'tirsa bo'ladi. Bu eski ekan. Ya bu tuning qilingan. Mana qizil faraligi. Bularning bagajlar bo'ladi. O'tirib turib desak, ana bagaj chiqdi. Ana haydaymiz. Qo'yayotganda bunga 2 kishi o'tirsa bo'ladi. Apa. Politsiyskini qanaqa? Politsiyaniki. Ana ovozi. Bugungi video yetadi deb o'ylayman. 5 ta modni hammasi tugadi. Yangi video erta yoki ertadan keyinga bo'ladi. U videoda o'sha boya aytganimdek qurol modi, tank shunaqa samolyotlar modini ko'rsataman. Keyin zombi apokalips o'tiladi. Yana boshqa modlar ham o'tiladi. Bu modlarni bugungi videodagi modlarni topmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalim, kommentariya va YouTube profilimda bo'ladi. Hammaga xayr.